Kombinat bozoridaman. Kombinat bozorida ko'pchilik biladi, orqa tomonda oziq-ovqat tomoni bor mana. Bu tomondan ham mana kelsa keladigan joyi bor. Va oziq-ovqat tomonida, to'g'rimi? Xazaysinni tomoni mendan. Xazaysinida. Oziq-ovqat bundan keyin, to'g'rimi? Mana bilganlar aytishyapti. Aka bilar ekan. Qarang, bu yerda 1, 2, 3, 4 ta do'kon bor ekan. Qatorasiga bu yerda 6 ta do'kon bor bu yerda. 6 ta do'kon 5 sotilik joy sotilyapti bu yerda. Tayyor biznes, oyiga arendasi bor. 12 million so'm arendasi bor ekan. 6 ta do'kon, qaranglar mana mashetam. Mashetam o'sha akaniki ekan. Mana shu uy ham. O'rtada mana men bilan Mondan mana mashetgacha kelgan ekan. Bu отдельный ekan mana. Mashetgacha отдельный boshqasiniki. Bu yerda mana oshxonasi bor, kattagina oshxona, 5 sotilik joyda oshxona, mashetdan darvozaxona, mashetda ham magazin. Bir narsalar qilib olsa bo'laveradi, sklad qilib olsa bo'ladi. Ikkinchi etajlari bor, polностью ofis qilgan, pod ofis. Maytlardan arendaga bersa bo'laveradi. Mana shu 6 ta magazinimiz orqa tomoni. O qizil tunikani ko'ryapsizlar, o'sha qizil tunikachigacha bo'lgan joy 5 sotilik mana shu naverslar tayi. Ikkinchi etajda ofis bir narsa sklad qilib oladigan joylari bor. Ikkinchi etajdan ko'rsam ham, mana shu 5 sotilik bo'lgan joy kadastr hujjatlari joyida notarius nomingizga o'tkazib beriladi. Sroch sotilyapti Kombinat bozorida Xazaysin tomonida ishlardan kirishdagi uy. Hozir tepalarga ko'rsam, like va video tarqaygan ekranda bilan aloqa qilib narx-navosini kelishasizlar. 在春风吹拂的季节，梦想的种子在心间发芽，追寻着那